chiqdi joyidan. Tepaga ko'taramiz mana. Ichki qismini tekshirib olamiz. Hamma narsasi joy-joyidami, yo'qmi? Demak, qanday holatda joyida bo'lmasligi mumkin? Zavodda terilganda ayrim holatlarda 100 tadan bitta bo'lishi mumkin. Mana shu stikerchasi mana shunday chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Mana bu aslida chiqib ketadigan ham narsa emas. Ishlamagan holatda nima qilamiz? Ya'ni do'stlar, suv filtrimizning nasos qismi ishlayapti, lekin chiqindi suv chiqarmayapti. Bunday holatda ushbu stikerlar qaysidir biri chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Shuni qaytarib ulab qo'ysak, chiqindi suvga suv chiqqandan so'ng keyin toza suv ham chiqa boshlaydi do'stlar. Keyin hozir mana shu holatda o'rnatib ko'rsataman sizlarga. Ochiq holatda. O'rnatilgandan keyin yopib qo'yaveramiz. Eng xavfsiz usuli shu. Sababi misol shlanglari mana zavodda ulanadi. Mana shu shlang chiqarib ko'rsatdim. Har bitta shlangni chiqarganimizda mana shu seri rang aylanacha, halqacha bosgan holatda bitta qo'l bilan bosasiz, ikkinchi qo'l bilan tortasiz chiqadi mana. Men bitta qo'l bilan mana bosyapman mana. Tirnoq bilan bosib mana tortyapman, chiqyapti. Juda oson chiqadi bu. Buni bosmasdan tortsangiz hech qachon chiqmaydi. Endi buni nimaga ko'rsatyapman? Misol 100 tadan bitta filtrda mana shu shlangni mana ko'rib tursiz, mana shuncha kirmay mana 1 sm misol kirish kerak bo'lsa, yarim santimetr kirib, mana shu yerdan 1-2 tomchi suv ketishi mumkin. Buni bartaraf qilishning eng zo'r yo'li suv filtrini mana shu holatda o'rnatib olganingizdan keyin ichiga bir ko'z kechirib, qayerdandir suv ketayotgan bo'lsa yoki qayerdir shlangi yaxshi kirmay qolgan bo'lsa, o'sha yerdan suv ketadi 1-2 tomchi. Shunda mana shunday mana shunday qilasiz, kiradi mana. Bo'ldi, suv oqmaydi keyin. Ozgina kirgan bo'lsa, mana shunday ishlab, mana bo'ldi, mana shunday qilib qo'yasiz. Bo'ldi do'stlar. Muammo bartaraf bo'ladi. Har bittasini nima muammosi bo'lsa bartaraf qilishni ushbu videoda ko'rsatib o'taman. Keyin ko'pchilik o'rnatadi. Apparatim qattiq ovoz chiqaryapti deydi. Aslida bu nasosning ovozi bo'lmaydi hech qachon. Ichidagi kartrij mana shunday chiqib qolgan bo'ladi. Mana joyida emas. Mana bosib qo'ysa kiradi. Mana shunday chiqib qolgan bo'ladi. Nasos aylanganda vibratsiya bo'lib mana shunday ovoz chiqaradi. Shuning uchun ham mana shu yon tarafini ochiq holatda o'rnatib olsangiz, qanaqa muammosi bo'lsa bartaraf qilish oson do'stlar. Suv ketayotgan bo'lsa mana shunday qilasiz. Yoki qaysidir kartriji vibratsiya berayotgan bo'lsa, mana shu holatda turgan bo'lsa, mana shunday joyiga joylab qo'yasiz. Bo'ldi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi shu holatda. Demak, stikerlarni ulashni o'rgatdim. Chiqib ketgan bo'lsa, suv filtrlarimiz o'zi buziladigan narsasi yo'q, ko'rib turganingizdek. Ko'pchilik aytadi, buni kafolati qanday bo'ladi deydi. Suv filtrida o'zi asosan ikkita narsasi buzilmaydi, eskirishi mumkin. Ya'ni bu nasos qismi bo'lishi mumkin. Har qanday nasoslarda 6-7 yilda kirchatkasi yeyiladi. Sho'r suvda ishlagandan keyin albatta bu sho'r suvni tozalab berish uskunasi. 6-7 yildan keyin hozirda nasoslarimizning narxi 250 ming so'm. 250 mingga yangi nasos olib o'rnatganingizdan keyin xudo xohlasa yana 6-7 yil xizmat qilaveradi bu. Keyin blok pitaniyasi. Blok pitaniyasi ham xuddi shunday ajraladigan qism. Mana bu yerga telefonni zaryadnikiday ulanadi. 100 voltdan past tokka 240 voltdan yuqori tokka kuyishi mumkin. Unda ham birdan kuymaydi. Shu 100 voltdan past tokka 240 voltdan yuqori tokka juda ko'p ishlasa qizib kuyish ehtimoli bor. 100 tadan bitta bo'lishi mumkin. Qachondir kuyib qolsa narxi 95 ming so'm do'stlar. Qolgan qismlariga hamma joyiga kafolat beramiz. Magnit klapan bulardan hamma joyiga 1 yil kafolati bor qolgan joylariga. Magnit klapanlar buziladigan narsa hisoblanmaydi. Endi 4-5 yildan keyin kuyib qolsa nima qilaman desangiz, magnit klapanni almashtirish juda oson. Ikkita mana shu simchasi chiqadi. Ikkita simchasi chiqadi. Ost qismidan ikkita boltchasi yechiladi. Bu olinadi, yangisi qo'yib yana joy-joyiga qo'yib qo'yiladi. Yana 6-7 yil xizmat qilaveradi. Narxi 100 ming so'm. Bunda buziladigan narsalarni men hammasini aytib o'tib ketdim. Ya'ni eskirish tufayli buziladigan narsalar, hech narsa abadiy emas. Bulardan ikkita magnit klapan, nasos va relay.